Mana sizlarga liniyasi bor, pasporti bor. Qo'zilarimiz sotuvga chiqyapti. Toshkentlik obunachilarimizni qo'y bilan ta'minlayotgan akamizni xonadoniga keldik. Nimaga unaqa deyapsan deydigan bo'lsalaringiz, akalar mana video joylab ketyapman. Kecha 55 ta qo'chqorni tushirdi, videoga chiqarmasdan sotib yubordi. Vijdoni qursin akamizni. Obunachilar sizlarga ilinmadi. Obunachilarga berdim farq. Ay, liniyasi, pasporti borini ham olib tushib beradi. O'zim videosini qo'yib qo'yaman mana hozir. O'zimni ham o'sha Karabolovskiy liniyadan qo'zi olib tushib bergan. Undan tashqari ekran ortidagi qahramon deydi-ku, kamdan kam video qilgizdiradi. Birinchi qo'l o'zi chiqib, o'zi olib tushib beradigan Rustam akamizning qo'ralariga keldi akalar. Videoda ham qo'yib ketdim, ko'rgan bo'lsalaringiz, hammasini bir joyga urdi. Lekin sog'lig'ini ham mana sotuvga chiqaryapti. Xudo xolasa buni ham bitta odamga berib baraka topadigan qilib beramiz Farhodjon. Joni sog' bo'lsin. Obunachilarga ishlayapmiz. Barakasini bersin. Ilohim olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Qo'ylar kichkina qo'ylar emas, mana. Xudo xolasa mashallah yelikanlarini olib keldik mana. Xudo xolasa maza qilib boqaman degan obunachilarimizga sog'liqlarida o'ta zo'ridan. O'ta zo'ridan keldi Farhodjon. Voy dod, vesavoylardan. Vesavoydan. Bo'ylari ham 90 plus minusida. Lekin gapini ustidan chiqdi akalar. Videoda qo'yib ketdim. Qo'chqor tushgandi. 55 ta qo'chqor tushgandi. Farhodjon 100 ta sog'lig'i bor, iloji boricha tezlashtirib obunachilaringizga olib kelib beraman dedi. Hozir 19 tasi tushdimi? 19 tasi tushdi Farhodjon. 19 ta sog'liq, ichkarida yana pasporti bor, qulog'ida chipi bor, liniyali qo'zi qo'chqonlardan ham kelgan. Bittadan lakta bosib turinglar, chiroyli narxini ortib beramiz. Rustamjon aka qarang. Videoda bu sog'liqlarimiz qanaqa chiqadi, qanaqa bas. To'g'risini aytish kerak-da. Ustiga kelib Farhodjon ko'rib olganga o'shanda ko'zi bilan ko'rsa ishonadi. Mana ko'ryapsiz sog'liqlar, misol kichkinasi yo'q, 2 dona bo'yi pastrog'i bor. O'zimiz aytib deb sotamiz, bilasiz Farhodjon. Eng qiziq o'ch tomoniga maza qilaman. Aka sizga borini aytib, to'g'risini aytib sotganingizga maza qilaman Rustam aka. Birovda aldab boshqa qilib baraka topmaydi odam, to'g'risi. 1 so'm bo'lsa ham halolidan bersin Farhodjon. Kam bo'lmaydi. Endi qarang aka, bitta ushab bo'y bastini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Menga bitta sog'liq yoqdi-yu, Rustam aka mashina ichida. Ko'rsatavering, ko'rsatavering. Chekkada ketdi hali. Bo'ldi. Yoqtirgan sog'liqni ko'rsating. Akalar mana bu sog'liqni bitta qaranglarda. Mana shu sog'liq menga yoqdi, bu qaranglar. Quloq tashashlarini, akalar, quloq tashashlari, har tomonlama rangi, bo'yni ham ko'rsatib qo'yaylik-da mana akalar. Bo'yni ko'rsatamiz. Bu qaranglar, salkam 90 chiqyapti. Uzunligini ham ko'rsatib qo'yaylik, Rustam aka. Bo'ldi. Uzunligi mana. Bo'yni ushlab turinglar. Ana. Bo'yniga ushaldi mana akalar, qaranglar. 90 plus. Yosh qanaqa ekan yoshi? Yoshlari ham yosh mana 4 tish, 2 tish, 6 tish qo'ylar. Farhodjon unaqa qarisi yo'q. Bo'lsa bir dona bo'lishi mumkin. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar. Uchinchi qoringa. Uchinchi qoringa. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qorin. Akalar uzunligi 90. Ma'lumlar 1 metrdan chiqadi, 95 chiqadi. Aka hozir ushalmaganlik tushaydan o'tda kirib ketib qoldi. 1 metrda. Ushalmaganingiz bormi? Uzun turibdi. Lekin Farhodjon qo'ylarni pashti hammasi bo'g'oz bo'lgan. 100% bo'g'ozligiga garantiya bermaymiz-u. Qo'chqor yurgan. Qo'chqor yurgan Farhodjon. Qo'chqor yurgan, sinab olishadi yana o'zlari. Qo'chqorni qanaqasi ko'rish bilan ko'rib ko'rmaysizmi? Qo'chqorda shu olibtalari qo'shilgan. Gap yo'q. Qo'chqorda zo'ri qo'shadi. O'zi bunaqa sog'liqda, manaqa qo'ling nima yetmaydi-yu, uzunligini aytdim-a? Ushlab turing aka. Ketdi. Akalar aytdim 1 metr dedimi 95 chiqyapti uzunligi akalar. Uzunligi 95 qo'yib olavering. Farhodjon ustiga kelib ko'rsa xijolat bo'lmaymiz uka. Kelib ko'rishyapti, optimicha olib ketib qolishyapti ustida ko'rgani. Ha, siz gapirmang, optim sotishdi. Siz obunachilarimizga beryapmiz o'shanda ham Farhodjon. Kecha kuni hazillashib 65 ta, 55 ta edi. 60 ta edi, 5 tasini boshqa bitta obunachingizga berdik. 55 tasini Toshkentlik akalarimizga berdik. Men Namanganda reklama qilayotgandim, Farhodjon 60 ta qo'yishdi dedi. Ertaga video qilamiz dedi. Ha bo'pti dedim, aka dedim, hisobga olib qo'yapman dedim. O'sha avdan kelgangacha Farhodjon qo'ydi sotib yubordim dedi. Meni pulim olib qo'ying dedim. Demadimmi yo'q? Demadimmi? Olganlar baraka topsin. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa optim olib keladi akalar, kamdan kam chiqadi chunki zakazga telefon qilib zakazga qilib yig'ib beradi. Xudoga shukr, siz obunachilaringiz, klientlarimiz bor, o'zlari aytib turadi 10 ta, 20 ta, 30 ta deb yetkazib beramiz. Farhodjon qo'ldan kelgancha. Aka narxiga o'taylik.
Yoshlari 2 tash, 4 tash, 6 tash. Bo'ylari Shunaqa. 90 plus plus minus. minusida. Uzunligi 1 metr 95 atrofida. 90 plus deylik uni ham. Necha pul deymiz endi aka? Farhodjon 10 million, 9,5 million yo'q-ku. Aha. 9 million 200 mingdan hammasini bir joyga olgan odam baraka topsin uka. 9 million 200. 9 million 200 dan. 9 million 200 demaysiz aka. Qo'lni bering. To'g'ri, olib kelib oson bo'lmayapti aka. Telefon qilsa o'zlariga o'tib berasizmi? Tochka qilib 9 million 200 bo'lib tugadimi shu bilan aka? Qatta qoladi. Rahmat o'tib bermagan joyimiz yo'q. Hammasini hayot sunnati bor. Farhodjon olgan baraka topsin. O'zlari bilan savdo qilasiz. Xudo xolasa o'zlari bilan savdo qilib kelishtirib beramiz. Farhodjon mana qo'ylarni yaxshilab ko'rsatib bering. Akalar, xudo xolasa sog'liqda o'ta dahshatlaridan agar Qirg'izistonda chiqadi, nomerni qo'yaman. Qirg'izistonga chiqqanda ham agar telefon qilsangiz, sizning andazingizga moshina tashab qo'ydi ko'ring bo'ladimi deb olib kelib beraveradi akalar. Yetkazib beramiz. Olib kelib Ularga mos qo'chqonlarimiz ham bor. Farhodjon sekin-sekin hammasini ko'rsatamiz. Endi aka qarang-da. Mana sog'liqni qaranglar akalar. Bu garbanozni ko'ringlar akalar. Quloqni ko'ringlar. Quyruqlarini ham ko'ringlar akalar. Uzunligini har tomonlama o'ta go'zal sog'liqlar akalar. Zotga liniya qilib olaman. Aka endi tanlab olganga, taxtash olganga qanaqa bo'ladi? Tayoq tashlab olganga ham mana narxda ketaveradi Farhodjon. Optim narxda ketaveradi. Optim narxda ketaveradi, lekin tanlab olganga Farhodjon, bu yerda mana qo'ylar bor-da mana. O'zingiz bitta addenni ko'rsating-da. Bu belni qarang, bu yelkani qarang. Jonivorlar. Tanlab olganga kelishamiz Farhodjon. Taxtash optim. Tayoq tashlab optimda ketaveradi. Nimaga 2 dona kichikrog'i bor xolos Farhodjon. Barakasini bersin. Hammasi standart bir xilda. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham akalar barakasini bersin. Rustamjon aka, Labbi Farhodjon. bo'lmasam bularni qamab turib, keyingi partiyalarga navbatni bersin. Bo'ladimi? Qo'chqonlarni olib chiqamiz naslli. Buning davomi bor, akalar yana olib kelib beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Mashaalloh. Akalar, urug'liqqa 2 dona. Ko'zimizdan ko'rsatamiz. Mashaalloh deb qo'yasizlar. Endi qaranglar. Quloq tashashlarini qaranglar. Yuzlarini, toni, quyrug'ini ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Urming turibdi akalar. Hamma yo'g'i joy-joyida. Oldi to'shlarni ham, oldida tumorlarigacha bor ekan mana akalar. Mana yana bittasi. Bu qaranglar. Quyruqlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Joy-joyida. Tishini ko'rsatib qo'ying. Tishini oching. 2 tishga o'tibdi akalar. Qo'zilikdan 2 tishga o'tibdi. Qo'zichaqami bu? Qo'zichaq bunisi Farhodjon. Akalar, mana bunisi qo'zichaq ekan hali. Bunisi qo'zichaq Farhodjon. Bunisi 4 tani to'ldirgan bunisi. Bu 4 tishga o'tdi. 4 tishga o'tdi, xudo xolasa. 4 tish ekan akalar, 4 tish, 3 dona. Qirg'iziston Bishkek aka bu ham. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Yaramas, o'zini o'zi reklama qiladigan ekan, va qo'yib yuborsangiz ham o'zini o'zi reklama qilyapti, jonivor. Rustam aka, endi bitta narsa. Aybizni yuvasiz endi aka. Bo'ldi. O'tgan safargi qo'chqonlar sotib olganingizga ham. Bo'ldi Farhodjon. Bitta bo'yni ko'rib qo'yaylik. Bo'ylarni o'lchab qo'ying. Akalar, 90 qatta qolib ketyapti mana. 92 93. 90. Bu ham 95 to'laylik. Bu yerdan 2 sm katta bo'lsa, uzunligini ko'rib qo'yaylik, uzunligi. Uzunligi qo'ying aka. O'sha turing, o'sha yerda o'shin bo'ldi. Akalar 1 metr qo'yinglar. 1 metr mana qo'lni bunday qilib qo'yay mana qaranglar, 1 metr. Qo'chqor 1 metr ekan uzunligi. Xudo xolasa hamma yo'q kelgan Farhodjon Ali qulog'ini yeb bo'lmaydi deyshadi-yu, bu zotligini bilintirib turadi-yu. To'ppa to'g'ri. 20 plus qulog'i. Ayol kishini ham chiroyi, qosh ko'zi, sochi bilan deydi-ku. Shunaqa. Mana Xudo xolasa ishlash chiroyli qo'ylari. Endi nech pulimiz aka buni? Farhodjon. Hamma narsa puliga taqaladi-da aka. To'ppa-to'g'ri, Qo'yib yuboringlar-chi bitta. Qo'yib yuboringlar, yururlarni ko'ramiz. Qo'yib yuboring. Jonivor. Ketdi mana. Farhodjon nariginisini 1,5 mingga beramiz. Qo'zini. Qo'zini. 1,5 ming. Hali 2 ming, 2,5 ming demaylik. Aha. Quloq uzun. Quloq uzun. Narigi 4 tishli qo'chqonimizni 1300 qilib beramiz. 1300. 1300. Nariginisini 1200 ga ketdi Farhodjon. Xudo xolasa bexijolat qo'chqonlar. Kelishtirib berarsiz, yana aytganingizga Hayır sotmaysiz. sunnat. Hech qaysini aytganiga sotmaganman. Telefon qilsa, telefon o'tib qilsa kelsin. o'tib beraman. Akalar, telefon qilgan obunachilarimizga o'tadigan joylari bor. Aloqaga chiqarasizlar. Hech qachon aytganiga sotmagan akalar. Bekorga o'zlaringiz o'ylaylar, 60 ta qo'ydi, bir kunning ichida videoga chiqarmasdan tugatib qo'ygan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir ham telefon qilib, hozir ham savdo qilib turishdi, so'rab turishdi. Lekin bir qator
ko'rsatib qo'ygan. Ko'rsatdim. Klient ko'pligi ziyon Joyimiz qilmaydi. almashganiga video qilib chiqaryapmiz. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Akalar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa bundan tashqari yana bor. Kichiklari ham bor. Farhodjon Ali hamyonga qarab, misol mana uni katta ekandicha nima bo'lib qoldi deydi-yu, o'shanga har xil razmer naslga urug'qa qo'zilarim bor. Bularni hamma o'shalarga olib Bular hamma chiqamiz. o'shalarga olib chiqamiz. Mana sizlarga liniyasi bor, pasporti bor. Qo'zilarimiz sotuvga chiqyapti. Akalar, mashalloh deb qo'yasizlar. Ikkitasi 6 oylik, ikkitasi 3 oylik. 3 oylik. Jonivor. Qaysi liniya edi ikkitasi? Bittasi Sharpe, bittasi Shiroki, Farhodjon. Bittasi Sharpe, bittasi Shiroki. Bittasi mana u kattaning yonida ketayotgan buldozer liniya deb bergan Farhodjon. Jonivor. Ustamjon aka, mana pasportlari. Mana bu Sharpedan. Sharpe liniya. Bunisi Shiroki. Shirokidan. Ana ikkitasi buldozer liniya. buldozer liniya. Ashi ikkitasi xolis xizmat Farhodjon. Ko'rib baho berilsin. O'zimiz yig'ib berganmiz bularni onasini. Bular shetda tug'ilgan qo'ylar. Ha, shetda tug'ilgan. Shetda seleksiya natijalari o'zimizni misol klientlarga yig'ib bergan qo'ylarimizni bolalari. O'zingiz yig'ib bergansiz O'zim buni. yig'ib berganman bularni enalarini. Barakasini bersin. Akalar, mana sizlarga liniyalik qo'zilarimiz, Xudo xolasa boqaman deydiganlarga pasportigacha bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Rang bor, dumba bor, quloq joylashuvi bor. Har tomonlama 6 oylik qo'zi, yonidagilari 3 oylik. Lekin mashalloh deb qo'yasizlar. Ana ikkita Sharpe bilan Shiroki Qirg'izistondan kelgan, Qirg'iziston tug'ilgan. Qirg'izistonda tug'ilgan seleksiyachi akamiz qo'lda. Buni olgan odamga qirg'iz o'sha egasini nomerini ham beraman. Dadasini, onasini ko'rsatib beraveradi Farhodjon. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Barakasi. Endi aka qarang. Bularimizni narxini qanday kelishamiz? Bular narxini telefon qilish olsin, men hammasini olmaydi olgan odam. Naslga o'zini tarbiyalab olaman degan odam oladi. Telefon qilsa kelishtirib, har bittasini отдельный video qilib tashlab beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Ey ustam aka, uni qo'zi qaysi qo'zi aka? Uni bitta qo'zi turibdi. Bu qaranglar, yomon ekan mas qo'zi. Bu ham Bishkekdan kelgan Farhodjon. Mashalloh, yomon ekan lekin. Nech pul bu aka? Buni $600 berib yuboramiz. $600, lekin yomon ekan jonivor. Liniyasi bormi buni ham? Liniyasi tayin Farhodjon. Liniyasi tayin, ha? Gap so'z yo'q akalar. Liniyasi tayin. Bemalol Rustam akamga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pasporti ham bor. Kesalaringiz qulog'iga anaqa skanerlarni bitta urib turib, qulog'idagi chipigacha ko'rsatib berilaveradi akalar. Zo'rini boqaman deydigan. Hamma apparati bor. Shu isbot dalillari bilan bor qo'ziladi. Akalar, o'zimga ham akamiz qo'yib tushib bergan, o'zimga ham $3000 3 oy deganda yalantirib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Videosini qo'yib ketaman. Videosini qo'yib qo'yaman. Akalar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Hammamizga nasib qilsin. Rustamjon akamizning qo'ralari Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekislar oldida. Seleksioner akalarimiz aloqaga chiqib ko'rasizlar. Akalar didingizga o'tiradigan, ko'nglingizga o'tiradiganni o'zi olib chiqib, sizga videosini o'shada turgan holatini ham tashab, olib o'tib beraveradi. Yetkazamiz. Bittadan like bosib qo'yinglar mehnatımizga. Rustamjon aka, bozoringizni bersin. Barakasini bersin. Olgan odam baraka topsin. Telefon qilishadi. Bemalol.